Katalog 6 metr. Ko'chatlarning uzunligiga 3 ta joydan skotlayapmiz. O'shanda ham qolib ketyapti uchilar. O'shanda ham 3 qolib ketyapti. Hozir ko'chirib oldik. Yomg'irdan keyin yer yumshoq ekan. Ko'chatda yo'g'onlaygan, e'tibor berib qo'yasizlar. Bilak yo'g'onidan ancha yo'g'onli. Diametri kesilgandan keyin bu yerda 5-6 kamida. Eng kichkina diametri ham 4 metr, 4 diametr atrofida chiqadi kesilgandan keyin. Bo'ylarini ham mana yumshatib ko'ramiz, hammasi bir xil. Necha metr aka? 5 metr bormi? 6 metr. 6 metr bor-a? Bor. 5 metr tepasini kuzatib qo'ying. Bahorlasa bahorgi bahorgi mavsum boshlandi. Mana sovuqlar ham o'tdi endi. Kuzgacha aka bir bitta kesganingizdan keyin tezlik stress qiladi. Buni bo'yi bilan eksangiz tanasiga suv yetkazib berish qiynaladi. Bitta mashinadan kesiladi. 5-10 sm qoldirib. Tagidan 2-3 ta chiqaradi. O'sha 2-3 ta chiqarganini bir qarich bo'lgandan keyin bittasini qo'yib, taqaloq qilib. O'shani keyin tarbiyalaymiz. Xohlasiz 3 metrdan shoxlatasiz, xohlasiz 4 metrdan shoxlatasiz. Yo'q qilaman desangiz, tepasigacha qutasangiz ham bo'laveradi. Ko'chatlarimiz optim narxlardan, narxlarni ham aytib ko'ramiz. 15 ming 20 ming atrofida qilib berdik. Ko'proq olganlarga. Donaga bo'lsa 15 mingdan 30 minggacha u yoq dastavkasi boshqasiga qarab qilib berilaveradi. Qozog'iston, Tojikiston ko'rgan bo'lsa, kelaverasizlar 20 ming 30 mingta ko'chatimiz bor. Assalomu alaykum, Poloniya ishqibozlari. Bugun 2026-yil 7-fevral sanasidamiz. Xudo xolasa mana Namangan viloyati Jamishoygan aka? Mingbuloq tumaniga bo'ylari 5 metrlik, 4,5 metrlik ko'chatlarda xudo xolasa optim narxlarida svejiy hozir ko'chirdik. Akalar bilan birgalikda ekishlash ko'chirdik. Aka ko'chatlar yoqdimi? O'ta go'zal. Mana svejiy. Qulay. Tomirlarni ham hozir ko'chirib berdik. Laboga hozir kesib yuklaymiz. Bu nimaga ekiladi aka? Yo'lni bo'yiga ekiladimi? Manzara uchun, ha? Manzara uchun M1 sortidan olishdi. Xudo xolasa bu yerda 2 xil, 3 xil sortlari bor. 20 mingdan oshiq ko'chatlarimiz bor. Bahorgi mavsumda boshlangan, mana bugun 3-kun, xudo xolasa. Ko'chirgan ko'chatlardan mana aralayapmiz. Tomirlarni ko'rsatib qo'ychi. Mana tomirlar. Bo'ylarni. Labo yuklaymiz. Aytsin. Ay bo'yi bilan olib ketaman desa, xolasa 10 ta qilib, mana olib boylab berilaveradi. Manzara uchun. Bu yog'och uchun kesaman desa, kesaman, olib ketaveradi. Optim narxda svejiy, mana tomirlari. Bu joydan mana svejiyligini bilish uchun bitta aymaydigan bo'lsa, oppoq chiqadi. Svejiy. Bo'lsa mana 65 dona yuklandi. Bu tarafda ham FT M1 va bu tarafda ham bor. Chatstasi gap yo'q mana. Har bitta soldatda terilib turibdi. Kesilgandan keyin aka buni yog'ochini nima qilasiz? Yuz ko'ringan yo'q-ku. Yog'ochini. Nimaga baliqchilikka ekan? O'rda boqqanim nima qiladimi? Qo'raq. Katak qilinadi-da. Mana o'sha 6 oylik Poloniyadan o'sha materialga yarashib boshladi-da. Buni vassa qilib tashlasa bo'laveradi. Bemalol uchini kesib. Mana moli ham kiloylar kesib bo'ldingizmi? O'zidan to'nta qilib bo'ylagani. Skoch qiynalib qolyapti, shuning uchun 5 ta. O'ta uzunligi uchun 5 ta qilib bo'ylayapmiz.